Avval xabar qilganimizdek, respublika hududi bo'ylab ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan noqonuniy faoliyat yuritib kelayotgan jinoiy guruhlarni fosh etishga qaratilgan tezkor tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Moddiy daromad olish ishtiyoqi, oltin vasvasasi ortidan nafs qurboniga aylangan navbatdagi jinoiy guruh Navoiy viloyatida aniqlandi. Gap shundaki, o'tgan 2025-yilning yoz oylarida Navbahor tumani Qalqonota mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Sarmushsoy tog' tizmasidagi yer maydonlarida noqonuniy oltin qazish ishlarini boshlagan jinoiy guruh bir necha oy mobaynida faoliyatini davom ettirib, sun'iy hovuz va ag'darma maydonlarini tashkil qilgan. Tarkibida oltin bo'lgan tog' jinslarini to'plash bilan shug'ullangan. 2025-yilning oktyabr oyida Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir olib borilib, oltin qazuvchilarning qilmishlari fosh etildi. Jinoyat alomatlarini aks ettirgan qum uyumlari, hovuz, ag'darma va turli buyumlar qonuniy tartibda rasmiylashtirib olindi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoiy guruh faoliyati davomida tarkibida 9 kilogramm 928 gramm miqdordagi umumiy narxi 15 milliard 551 million 219 ming so'mlik oltin moddasi mavjud bo'lgan tog' jinslarini o'zlashtirishga erishgan. Mazkur holat yuzasidan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 196 moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Uyushgan jinoiy guruhning boshqa turdagi jinoyatlarga aloqadorligi, a'zolari hamda ularni tarkibidagi vazifalarni aniqlash yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda.